arzonroq telefon olib, uni qimmatroqga sotish. To'g'ri, juda ham chiroyli eshitiladi, lekin rostdan ham shunaqamikin, bugun bilib olamiz. Bugungi videoda 2025-yilda rostdan ham telefon do'koni bo'lmay turib, ko'chadan telefon olib, sotib, foyda qilsa bo'ladimi, yo'qmi ko'rib chiqamiz. Va albatta sizlar ham o'zingiz uchun bilib olsanglar bo'ladi. Biz zarar kirdikmi yo foyda kirdikmi? Mana shundan kelib chiqib, o'zingizlar ham shu ishni qilib ko'rsanglar bo'ladi. Hozir ertalab soat 1, yo'lga otlanamiz уже. Bizga yomon qiziq bor, nesh bilib topishimiz, chunki bu sohada hali novichokmiz. Sizlar like, podpiska bilan bizani qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddamiz. Biz sekin yo'lga otlandik. Va albatta biz birinchi bo'lib Malika bozoriga bordik, chunki elektronika bo'yicha katta savdolar aynan Malika bozorida bo'ladi. Malikaga ham kelib oldik, energiya vapsh ko'p. Hozir 22-iyun soat 2 bo'pti. Oddiy kuni bozorda juda ham odam ko'p. Meni fikrim bo'yicha biz iPhone olib sotganimiz yaxshi, chunki iPhone'ning sпрос katta, o'shanga sotib olishimiz oson bo'ladi. Yaxshiroq sostoyanligini topishimiz yoki tushunishimiz sostoyanasini yaxshiroq bo'ladi, osonroq bo'ladi. O'shanga hozir biz sekin iPhone'larni qidiramiz, narx-navoni surishtiramiz. Issiqqina optoda birin-ketin har bitta do'konga kirib, narx-navoni bilishni boshladik. Aynan iPhone'larni so'rab, har bitta detalni so'rab va qanaqa yo'nkisi, qanaqa sostoyanasi, nech pul bo'lishini o'rganib oldik. Hozir bozorni ko'rib chiqdim. Men hozir bitta bitta yangi telefon olmoqchiman. Yangi telefonni hozir ko'rasizlar. Birinchi bo'lib BU telefonni hozir narxini surishtiryapman. 13 Pro yoki 13 atrofida olmoqchiman, chunki shu telefonni sota olaman deb o'ylayapman. Normalniy natsenka qo'yib. Meni qiziqtirayotgan iPhone bu 13 Pro va 13 Pro Max edi, chunki bu telefonlar eng sprosi katta va narxida arzonroq deb bilaman. Men shuning uchun mashinlarning hammasini narxini surishtirdim va bozordagi narxi $300 iPhone 13 chi o'zi, 350 dan $450 iPhone 13 Pro va $450 dan $600 iPhone 13 Pro Max. Va albatta mana shu aytib o'tgan narxlardan biz arzonroq olishimiz kerak, hattobi ozgina bo'lsa ham foydada qolish uchun. Hozir polni do'konlarni aylanib chiqdim, o'zimga qiziq bo'layotgan modellarni qarab chiqdim, narxini hammasini bilib oldim, o'rganib oldim. Endi biz qiladigan ishimiz ko'chadan klient ushimiz, sotishga kelgan odamlar bo'ladi, o'shalardan sotib olishga harakat qilamiz telefonni. Iloji boricha arzonroq narxga. Endi biz ham foyda qilishimiz kerak. O'shanga ketdik. Malikani qirrasiga turib olganmiz. O'sha o'tayotgan odamlarni sekin-sekin ushlaymiz. Telefon sotmaysizlarmi aka? Aka telefon olib qolamiz. Sotmaysizlarmi? Telefon sotmaysizlarmi aka? Telefon sotadigan odam topishimiz juda ham qiyin bo'ldi, lekin biz oxiri qidirib bittasini topdik. Bana. Necha so'raysiz aka? Shu bo'lish 950 aka. Lekin afsuski narxida kelisha olmaganligimiz uchun telefonlarni ko'rib qaytarib berishga majbur bo'ldik. Assalomu alaykum. Sotiladigan telefon yo'qmi kerak? Telefon olib qolamiz aka. Telefon sotiladi. Sotiladigan telefoningiz yo'q? Va xuddi shunaqa tempda biz bir nechta odamdan sotiladigan telefonni so'rab chiqdik, lekin 2 soatcha tursa ham bizga rezultat ko'rinmadi. Sotiladigan telefoningiz yo'qmi kerak? Mendeki vejli so'raydigan odam bo'lsa kerak. Telefon olib qolamiz aka, sotmaysizmi? Telefon sotmaysizmi aka? Sotiladigan telefon yo'qmi aka? Sotiladigan telefon yo'qmi aka? Sotiladigan telefon yo'qmi aka? Sotiladigan telefoningiz yo'qmi? Telefon sotmayapsizlarmi? Telefon sotmayapsizmi aka? Assalomu alaykum. Sotiladigan telefoningiz yo'qmi? 2 soatcha turdik. Hech kim telefonni sotgisi kelmayapti, shu yoki bizga sotgisi kelmayapti. O'shanga qitmir planim bor edi. O'ylab qo'ygan, o'sha ishni qilamiz, ketdik. Telefon topolmaganimiz uchun men hozir yangi telefon olaman, korobkadan ochilmagan. O'zi bitta sirli joyim bor. Optimga sotadilar odam, katta kolleksiyada, lekin tanishim bo'lganligi uchun menga Optim narxida bitta dona olishimga beradilar. O'shanga hozir telefon qilib, ular bilan gaplashib, telefonni olamiz. Alo. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Charchaysizmi aka? Rahmat. Aka, biz chiqmadimmi? Yo'q. Ana Malika dedim-da, 16 kerak bo'tdi Max. Ha, bo'ldi, bizning do'konga kiring, bu 19 ga bog'lab beradi. Nechta bo'lyapti aka? Ha, 1210 bo'lyapti, 1215. 1215. Kelishtirib qilib bera olmaysizmi aka? Sotish kerak-da. Olib sotamiz yo'q. 1200 mi? Bo'ladi, 19 ga kiraman. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Beksga aytuvdilar aka, 16 Max bera olish kerak. O'shani bera olasizmi? Ha. 16 Max aka. Telefonni oldik. Hozir buni Telegram kanaliga qo'yamiz, lekin undan oldin qonun yomon chiqib ketdi. Birinchi bo'lib ovqatlanamiz. Ovqatlanishga o'tirganda sekin Telegram kanaliga qo'yib, yokida OLX-dan ham sotishimiz mumkin. O'sha endi buni videoning davomida ko'rib olasizlar. Hozir jo'ski diyetadaman, o'shanga meniki emas. O'zimga so'raman.
Shu mana shunaqa grechka yeyishga majburman. Dietamni buzmaganligim uchun like bosib qo'yasizlar degan umiddaman. Ovqatlanib bo'lganimizdan keyin ofisga yo'l oldik. Yo'l-yo'lga keyin men telefonlarni qarab ketishni tindirmadim. Har xil variantdagi iPhone'larni qaradim va o'zimga keraklarni zametkaga olib, ularga keyinchalik telefon qilib chiqdim. Ofisga kelishim bilan birinchi qilgan ishim olgan iPhone'imizni rasmga olib, har xil Telegram gruppalarga va albatta OLXga qo'yib, sotishga harakat qilib ko'rdim. Men olgan telefonimizni уже OLXga qo'yib yubordim mana. 1200 ga oluvdi, 1240 ga qo'ydim. $40 endi vыручка bo'lyapti. Endi odamlar telefon qilishini kutamiz, telefon qilishmasa narxini tushiramiz yoki prodagat qilamiz. Faqatgina bitta iPhone bilan cheklanib qolib kelmadi. Shuning uchun yaxshilab divanga o'tirib olib, qolgan platformalardan har xil telefonlarni qidirishni boshladim. O'zi ham juda ham ko'p arzon variantlar chiqdi. Har bittasiga erimni telefon qilib chiqdim. OLXga oldim aka nomeringizni telefon bo'yicha. Nech pulga sotdingiz aka? 13 Pro qo'ygan ekansiz. Sotildi. 13 Pro sotib o'tgan ekansiz 77. O'zingizlar tutgansizlar yoki ani olib sotib unaqa emas-a? Ha, bo'l. Bir soat davomida biz telefon qidirdik. Telefonlarning yarmi sotilgan edi va yarmi e'londa ko'rsatilgandek emas edi. Alo, aka, telefon bo'yicha qiluvdim, esladingizmi? Aka, hech qat alishmay, hamma narsasi radnoy. Men bitta telefon topdim, $500 deb yozib qo'yibdilar. Mana. Hozir telefon qilib ko'ramiz. Sodalashib ko'ramiz, ay narx to'g'ri kelsa sotib olamiz. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. OLXdan qotuvdim. Eshitaman. Yo'q, 87 Korobkasi bormi? Cho'ta mashina sarxidiki otdi, lekin baribir borib ko'ramiz. Telefonning hamma kriteriyalar to'g'ri kelgandan keyin biz ulardan lokatsiya so'radik va Qoraqamish tomon yo'l oldik. Kelishimiz bilan o'zlariga telefon qildik va 5 minut qolmasdan chiqdilar. Telefonni yaxshilab ko'rib olganimizdan keyin yaxshilab savdolashib biz $480 ga bu telefonni xarid qildik va pulni egasiga berib qo'ydik. Gaplashib oxiri ofisga keldik. Telefonning industriyamizda o'zi mana ikkita telefon bo'ldi. Menga hali bitta ham telefon qilishgani yo'q. Buni ham endi sekin rasmiy olib, OLX boshqa joylarga, boshqa platformalarga qo'yishni boshlaymiz. Hech kim telefon qilmayapti deyishim bilan va boshqa telefonni rasmga olishim bilan bizga telefon qilib qolishdi va 16 Pro Max'imizni sotib olishligini aytishdi. Bo'la gapi undoq lokatsiya tashlab beraman sizga, kelsangiz, ko'rib gaplashamiz. Ustida gaplashinglar, balkim narx to'g'ri kelib qolar sizga ham. Hozir OLXdan klientimizga telefon qildilar. Men buni hozir narxladik, kelsalar, yana bitta podrobni ustida gaplashar ekanmiz. Kelisha olsak, xudo xolasa buni sotib olamiz. Mijozimiz kelgunlarigacha biz 13 Pro Max'imizni har xil platformalarga $510 ga narxlab qo'yishni boshladik. Shunda bizning vыручкamiz, foydamiz $30 bo'lyapti. Oradan ozgina vaqt o'tgandan keyin mijozimiz keldilar va telefonni ko'rib oldilar. Yaxshilab savdolashib, telefonni $1200 ga narxladik va baraka qildik. Ko'rganinglardek klientimiz olib keldilar. $30 hozir foydadamiz. Lekin o'zi kech bo'lib qoldi. Ani 15 ga qo'yganimizga bir 2-3 soat bo'lib qoldi. Hali ham hech kim telefon qilgani yo'q. O'shani olib xato qildimmi deb o'ylaman. Chunki keyin bozorga qarasam, korobkaligi shunaqa narxda sotilayotgan ekan. O'shanga azincha kutamiz. Telefon qilishingni kutib, o'shanga qarab sotib olamiz. Shundan keyin oradan ancha vaqt o'tdi. Bu vaqt ichida men telefonimni ishlarimni bitirib olishga, telefonni gaplashib olishga ulgurdim, lekin baribir hech kim telefon qilmadi. O'sha men tushkunlikka tushib boshladim, chunki telefonni qimmat olib qo'ydim deb o'yladim, lekin bitta narsani inobatga olmaman. Telefonni bugun sotib olganimiz to'g'ri. Birinchi telefonimizni bittada sotib oldik, lekin qolganlari ham bunaqa tez sotiladi degani emas. Itoglarga keladigan bo'lsak, $1200 lik telefonimizdan ko'rdinglar, $30 foyda qildik, lekin mana 13 Pro Max'imizda hali bitta odam telefon qilgani yo'q. To'g'ri, hali bir kun ham o'tmadi. Bittada sotilib qolishini kutmaymiz, ertangi kutamiz. Agar sotsak, Instagramimizga Bakir Saidov profilimizga storyda qo'yamiz nechta pulga sotganimizni. Undan tashqari, bu profilimizda biz endi polностью biznes haqida yoki mana shunaqa kichkina temalar haqida videolar olamiz. Чтобы sizlar biznes qilishni yoki mana shunaqa narsalarni bilishingiz uchun вообще o'zi men o'rgatmoqchi emasman hech kimga, просто o'zimga qiziq shunaqa narsalar qilaman, sizlarga просто ko'rsatib boraman. Hamma narsadan ochiq oydin ko'rsataman. Mana hozir ham $30 foyda qildim, $30 foydamni ko'rsatyapman. Ani telefon sota olmadim, sota olmaganim aytolman sizlarga. Hammasini ochiq oydin qilaman. O'shanga menga obuna bo'lib qo'yinglar. Bundan buyog'iga bundan ham qiziqarliroq videolar qilishga harakat qilamiz.